Gapirib siyosatga aralashib qolaman. Erkak va ayol o'rtasida farq bor-da. Bugungi kunda ayollarning mashina minishiga fikri qanaqa aka? Ba'zi bir nimalardan ko'ra ayollar ham yaxshi deyapti. Erkaklar qo'ymaydi, lekin muammoni tug'diradi. Meni fikrim bir anaqa emas. Salbiy emas, ijobiy fikr bildiraman. E'tiborsiz beraman. Bu ayollarga men shaxsan o'zi boshqa bir ishga qarshiman, lekin majbur qolsa ekanda, hatto men masalan olib berdim. Qoidalarga ham rioya qilib yursa yaxshi bo'lardi. Shabali parkovkaga qo'ymasdan ham shablavaningga yo'lda o'rtalariga qo'yib ketmasdan. Normal shopirni hurmat qilib, o'zi ham shopir bo'lgandan keyin shopir odamni hurmat qilib, chiroyli yursa bo'ldi, eplasa buni olsin. Endi birovlar bu gapirib siyosatga aralashib qolaman. Erkak va ayol o'rtasida farq bor-da. Mana bitta proyekt nachalnikni nima qilyapti? To'xtab yo'lga chizyapti. Shapqisi bo'lib ketyapti. Siymajmon. Yosh qizcha nima deyish kerak? Shu Demak, bugungi kunda mana ish teplanmayapti ko'pchilik. endi hurmat izzat yaxshi-da. Hurmat qilgan odam izzat topadi. Ayollarni endi hamma o'zini ishini qilgani yaxshi. Ayollar bola tarbiyasidan shug'ullansin, uyda o'tirib. Erkagi bo'lsa, mana iloji bo'lsa bunday. Ba'zi biri normal bilan, ba'zi biri yo'lingizga chiqib ketaveradi, yo'lga qaramay. Ayollar endi nima bo'lmasin-u, aqabaga qaramasdan haydaydi. Yo'l qoidasiga ayniqsa qaramaydi. Avariyalar o'sha ayollar orqasidan bo'lyapti. Shuning men mutlaqo qarshiman. Shunaqangi qiziqarli videolarni kutib olmaslik uchun menga podpiska bo'lib qo'ying. Bundan ham qiziqarli videolar profilimda bor. O'tib ko'rsanglar bo'ladi. Ko'rishguncha.